Yaqinlarim kelganda Shirotkina gaz ko'chasiga tushganda juda ham zo'r 2 xonali 3-qavatdan yangi ta'mirdan chiqqan uyimiz chiqib qoldi. Hozir masalan uylanaman desangiz ham, deta 25 minglarga bitta shunaqa uy olsa, 5 ming dollar sarflasangiz ham 30 mingga borib qolar ekan. Men siz uchun juda ham zo'r taklif tayyorlab qo'ydim. Uyimiz 2 xonali, aytib o'tgandek uglovoy, bu bizning birinchi xonamiz, zal. Juda ham chiroyli ta'mirlangan, patologlar, figurli patologlar qilingan. Xo'p. Bu bizning ikkinchi xona. Ikkinchi xonamiz tayyor. Gipsokartonlardan o'tib ketilgan. Qishda mohor, ramro bosmasligi uchun. Uyimiz veranda. Uyimizda уже bu kommunikatsiyalar atrofida qilingan. Ko'kna verandaga chiqarib xonani ko'rib bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, uyimiz juda ham did bilan, akkuratla har bitta detalga e'tibor berib tayyorlangan. Xo'p, o'rtoqlar, bu uyimiz egalari tomonidan 27500 baholanyapti. Kelishadigan joylari bor. Agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol shu nomerlarga telefon qilib aloqaga chiqishlaring mumkin. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar.